Risk, risk masalan ko'pchilik bir xil aytadi. 100% depodan 1% risk qilish kerak futuresga unaqa. Meniki shuni sal boshqacharog'i, yo'qotishga tayyor summangiz qancha? Hamma odamda har xil. Mana sizga savol. Siz $500 summa yo'q, birdaniga yo'q bo'lib ketishiga tayyormisiz? Tayyor emasiz, to'g'rimi? Demak, sizga 500 ko'p. Siz $200 summa birdaniga yo'q bo'lib ketishiga tayyormisiz? Endi birdaniga deb aytishim bu boshqa tema. Hozir sizlarga o'shani aytayapman, biroz tushuntirmoqchiman. Summa qanchalik muhim. 200 ga ham ko'pmi? Demak, yana kichrayamiz. $50 sizga bitta savdo, bitta stop loss, no какой-то $5-10 plyus qoldi. Shunga tayyormisiz? Tayyormi o'zingiz keyin kiring. Tushundingizmi? Mana shu narsa. Ya'ni yo'qotishga tayyor summa bilan kirsangiz, sizni foydangizda ko'p bo'lmaydi. Agar ko'p bo'lsa ham, masalan, nafsga berilishingiz yana kiraman degan narsa bo'lishi mumkin-da. Lekin foyda ham ko'p bo'lmaydi, nafsga ham bera olmaysiz unda. Stop lossingiz ham какой-то katta stop loss sizni katta summangizni yo'qotmaydi. Yo'qotishga tayyor summangizni yo'qotasiz. Tushundinglarmi? Mana shu narsa sizlarga kerak bo'ladi.